bir ustoz aytgandi. Men birinchi marotaba shifoxonaga ishga kirganimda ustozlarimizdan biri aytdiki, bemorlar bilan aloqa o'rnatmang. Ehtiyot bo'ling bu yerdagi bemorlar bilan yaqinlik qilishga. Aks holda yuragingiz qattiq og'riydi va juda xafa bo'lasiz. Nega? Chunki botayotgan odamlar chorasiz bo'ladi. Ustozimiz aytadi, men baribir ular bilan aloqa o'rnatmasdan o'tib keta olmasdim. Bila turib indamay o'tib keta olmasdim ularni yonidan. Lekin aytganday birin ketin u yerdagi yotoqlar, bemorlar yotgan yotoqlar bo'sharkan, biri quvontirsa, biri u qadar xafa qilardiki, birin ketin bu dunyoni tark etadiganlarini ko'rib, bilib, anglab turib, keyin tushundim. Ko'p og'rindim. Chunki ular hikoyasini aytishni boshlaydi. Chorasiz dedik-ku. Botayotgan odamlar chorasiz bo'ladi. Ular har narsadan, har xasga osiladi. Nimadir o'zgarishini istaydi. Bu jarayonni qabul qilish, ularning hikoyalarini eshitish, ular bilan bog'lanish, ularni o'zizni ularga o'rgatish va ular ketayotgan, botayotganligini bilganingiz holda buni qilish, bog'lanmasdan o'tib keta olmaydi inson baribir. Kim maslahat bersa bersin, boshqa qilsa qilsin, baribir bog'lamay o'tib keta olmaydi. Chunki shunda yaratilganmiz biz. Biz har doim mazlumning, bemorning, yo'qsilning, bir muammosi borning yonida bo'lishni istaymiz. Nega? Chunki bu bizni o'zimizni insondek his qilishimizga sabab bo'ladi. Bizning fitratimizda bor u.